Salom, bugun sizga trenddagi shirinlikni tayyorlashni o'rgataman. Shirinligimizning nomi Spoonful. Qani boshladik. Idishimizga 4 stakan sut, bitta tuxumni sarig'i, 1 stakan shakar, un va kraxmal solamiz. Aralashtirib past olovda pishiramiz. Massamiz tayyor bo'lgach, shunaqa quyuqlashib, qaynashni boshlaydi. Tayyor bo'lgan massamizni boshqa idishga olib, ustiga strech yopamiz va sovutkani qo'yamiz. Kremimiz sovigach, 3 qoshiq krem shanti solib aralashtiramiz. 1 paket slivka solib, yaxshilab mikser qilamiz. Shirinligimizni ganaji uchun slivkani ozgina isitib, olovdan olib, shokoladlarni solib aralashtirib eritamiz. Bu shirinligimiz uchun men tayyor kakaoli biskvitdan foydalandim. Siz ham xohishga ko'ra keks yo'kida biskvitdan foydalansangiz bo'ladi. Idishimizga keksimizni maydalab olgandan keyin ustiga kremimizdan solamiz. Bu shirinlikni zakazga qilib sotsangiz, sizni duo qilishadi. Kremimizni tekislab, ustiga xona haroratidagi ganajimizni qo'yamiz. Ganajimiz na issiq, na sovuq bo'lishi kerak. Bu shirinlikni xohishingizga ko'ra mevalar bilan ham tayyorlasangiz bo'ladi. Shirinligimiz tayyor. Mana ko'ryapsizlar, yumshoqqina, maza, sochli shirinlik bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Sizni yana qanday shirinlik va taomlar qiziqtiradi? Kommentariyada yozib qoldiring. Shirinlik yoqqan bo'lsa, menga like bosib, podpiska bo'lishni unutmang.